Niva ishqozlar uchun akalar 1985-yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Kraskalari освежит qilingan ekan. O'ta chotki holatda qilib qo'yilgan ekan. Aka 85, kraskasi polni. Suyaklari butun ha. Balon nimaniki aka? Shotkisidan qo'yib qo'yibdilar. Motorni shuni ochsak bo'ladimi? Xo'sh. To'xtatdi. Bo'ldi. Bo'ldi. Motor holatlari ekanlar, narigi tomondan ko'rsatamiz ekan. Ekan. Motor holatlari. Mashinamiz metanmi aka? Propan ekan, ha, mashina. 100 talik balon. 100 talik propanlar bilan. Motor hidoy korobkasi qanaqa ekan buni? Zo'r. Zo'r, rasot yo'q. Yo'q. Tushunarli. Ichini bitta ko'raylik-chi endi buni. Ichkari salon holatlari. Chexol, chimlar tashlab qo'yibdi akalar. Audio sistema. Ichkari salonlar ham o'ta chotki holatda ekan. Orqa tomon ko'rinishlari. Puli qanaqa ekan buni? 4000 kami bor. 4000 kam bor. Bozor qilgani bo'ldimi? Qilishgani yo'q, ha? Xonadagina kimtani qilib beraveramiz. Telefon nomerlari aka? 90lik 90lik 627 627 0906. 0906 ga aloqa chiqarsizlar. Qayerda mashinasi bu? Tekstillik. Tekstilda Farg'ona shahar tekstilda mashinasi ekan akalar. Qiziqqanlar bemalol egasiga aloqa chiqib to'liq ma'lumot olishlari mumkin, lekin o'ta zo'r holatda turibdi ekan.